Iftorlikka, mehmonlarga manpar taomi tayyorlash oson. O'rganib olinglar, kerak bo'ladi. Qozonga yog' solib, yog'imiz qizigandan keyin qo'y go'shtini solib yaxshilab qovuramiz. Ketidan piyoz solib, uni ham yaxshilab qovuramiz. Piyozni ketidan basaykaram solib, uni ham yaxshilab qovuramiz. Basaykaramni ketidan svetofor bolgarskiy solib, uni ham yaxshilab qovuramiz. Ketidan tomat solib, uni ham yaxshilab qovuramiz. Tomatni ketidan pomidor solib, uni ham yaxshilab qovuramiz. Uni ketidan chesnak solib, uni ham yaxshilab qovuramiz. Endi oldindan qaynatib qo'yilgan bulyon solamiz. Xitoy tuz, osh tuzi, soya, achchiq suv, yulduzcha va imbir solib 1 soat past olovda qaynatib qo'yamiz. Bunaqa mazali manpar taomi sizga va mehmonlaringizga aniq yoqadi. Iftorlikka ichgan har bir inson duo qiladi. Shunaqa zo'r, foydali retseptlarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizga manpar taomi yoqadimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.